uraver, sola sol. Konsertdan. Elimroz Haqnazari Kamil Karateni pensiyaga jo'natadi. Do'stlar, mana Kamil Karate. Assalomu alaykum. Hozir mana ko'rdi Elimroz Haqnazari bilan Sterdam qildi. Bu shunchaki razagir ham yo haqiqatda jangi bo'ladi. Razagir emasmi? Elmurodni просто чувствовать qilmayman, o'g'lim, men urunim emas. Yo'q, javonadi bormiz. Elimroz Haqnazari. Men gapimga ham hamma narsamga javob beraman. Elimroz Haqnazari hozir juda ham qattiq trenirovka qilyapti. Bilasizlar, bitta zalda trenirovka qilamiz. U menimcha ular borku internetda yomon qattiq trenirovka qiladi. U Tyson bilan tashqariga chiqib olib urib, yengil uradigan. Bu Tyson yaxshi urishadi Elmurodga qaraganda. Sizga hozir Elimroz Haqnazarovga yaxshi tayyorlanishingiz kerak, bilasizmi shuni? Men o'tirib choy ichib urib qo'yaman uni. Elimroz Haqnazarovda, lekin biz Elimroz agar bu videoni ko'rsa borku, u tamom bizni chorni spiska tiqadi, boshqa ko'rmayin dedi meni. Meni ko'rsa davledan chiqib ketadi. Bo'ldi, Elimroz Haqnazari Kamil Karateni pensiyaga jo'natadi, xudo xolasa. Ko'ramiz, hammalaring balet. Shu pensiyaga ketmaydi, men bilan chiqmaydi. Rahmat.